Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 13-bilet tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. 13-biletning birinchi savoli. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Hop, biz oldingi tahlillarimizda ham aytganmiz, o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz degan holatda. Lekin ushbu holatda biz istisnoga yo'l qo'yamiz. Ushbu holatda qizil avtomashina o'ng qo'l tarafi bo'sh bo'lganligi sababli o'rtaga chiqadi, chorrahaga chiqadi. Lekin o'tib ketmaydi. Sababi uning to'g'risidan ko'k mashina kelyapti. Bunday holatda qizil mashina o'rtaga chiqadi, to'xtaydi. Chorrahaga chiqadi, to'xtaydi. Qizil mashina chorrahaga chiqqanligi tufayli yashil mashinani o'ng tarafi bo'shab qoladi. Shunday holatda yashil mashina harakatlanib o'tib ketadi. Yashil mashina harakatlangandan so'ng esa ko'k mashinani o'ng tarafi bo'shaganligi uchun ko'k mashina o'tadi va oxirida qizil mashina chorrahadan o'tib ketadi. Demak, ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tib ketadi. Qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadi? Ushbu holatda A va B haydovchilari qoidani buzib to'xtagan. Qaysi belgi kesib o'tgan yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi? Albatta, uchinchisi. Temir yo'l kesishmasida umumiy xatar ishorasi sifatida quyidagi ishoralar turkumi xizmat qiladi. Ikkita uzun va ikkita qisqa tovush bitta uzun va 3 ta qisqa tovush ishoralari temir yo'l kesishmasida umumiy xatar ishorasi sifatida ko'riladi. Shunday qilib, ushbu savolni yodlab qolishlaringiz tavsiya qilinadi. Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan? Bu ham oldingi aytganimizdek o'ng qo'l qoidasi hisoblanadi. Birinchi navbatda velosiped haydovchisi o'ng tarafida hech qanday transport vositasi bo'lmaganligi tufayli harakatlanadi. Velosiped haydovchisi harakatlangandan so'ng esa avtobus haydovchisining o'ng tarafi bo'shab qoladi va u harakatga keladi. Oxirida ko'k mashina o'z harakatini yakunlaydi. Haydovchi orqa g'ildiraklari yetakchi bo'lgan avtomobilning orqa o'qi sirpanib ketishi boshlanganida to'xtash uchun nima qilish kerak? Boshqaruv yo'lini sirpanishga qarama-qarshi tomonga burish, boshqaruv yo'lini sirpanish boshlanayotgan tomonga burish. Albatta, boshqaruv yo'lini sirpanish boshlanayotgan tomonga burish. Bu savolni ham yodlab qolishingiz tavsiya qilinadi. Ko'rsatilgan holatda o'zib o'tishga ruxsat etiladimi? Albatta ruxsat etiladi. Chunki u temir yo'l kesishmasidan oldin bo'lganda edi, ya'ni temir yo'l kesishmasidan o'tmasdan turib shunday harakat amalga oshirilganda taqiqlanadi. Lekin temir yo'l kesishmasidan o'tgandan so'ng bemalol qo'l o'tish mumkin. Haydovchi aholi punktlaridan tashqaridagi yo'lda quvib o'tilayotgan haydovchining e'tiborini jalb qilish uchun fara chiroqlarini o'chirib yoqishi va tovush ishlarini berishni qo'llab to'g'ri qildimi? Aholi punktlaridan tashqarida to'g'ri qiladi. Agar aholi punktlarida mumkin emas. Shikastlangan kishining o'mrov suyagi singanda nima qilish kerak? Singan joyiga sovuq kompress qo'yish, bint bilan tarangroq bog'lash. Qo'ltiq sohasiga taxtakach qo'yish va to'g'rilab qo'yilgan qo'lni gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash. Paxta yoki bint o'ramasini qo'ltiq sohasiga qo'yib, tirsagidan bukilgan qo'lni gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash degan javob to'g'ri bo'ladi. Umrov suyagi bilasizlar, bo'yindagi bo'yindan tana ulangan joydagi suyak hisoblanadi. Ushbu suyak sinsa, masalan, o'ng tarafi sinsa, o'ng qo'lingiz tushib qoladi yelkangiz. Ushbu holatda qo'ltiq tagida paxta yoki bint o'ramasi qo'yiladi va tirsak bukilgan qo'lni gavdaga qo'shib bint bilan bog'lanadi. Yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasini o'rnatishga ruxsat etiladi? 2 ta. Shu bilan bugungi savolimiz
Ya'ni bugungi test biletimiz tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa kommentlarda qoldiring. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Savollar bilan tanishib olishingiz mumkin javoblari bilan. Bizni YouTube'da ham kuzatishni unutmang. Nasib bo'lsa live translyatsiyalarni boshlaymiz jonli efirlarimizda. Jonli efirda testlarni tahlil qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.